Kim oladi yo? Kim oladi yo? Kim oladi yo? Kim oladi yo? Wow, hammaga assalomu alaykum. Bu Kim oladi shousi. Bu yerda nima bo'ladi hozir? Biz sizlarga olib kelgan eski narsalaringizni biz qimmatroqqa sotib beramiz sizlarga va juda ham shou zo'r bo'lishiga ishonaman. Oldindan kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar, chunki bilmaymiz shou qanaqa bo'ladi. Shouni oxirigacha ko'rgandan keyin xohlamasligingiz mumkin. Kimda nima eski narsa olib keldi do'stlar? Qo'llarimizni ko'taramiz va bizda sizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Dilbar. Dilbarga bitta qarsak chalib qo'yamiz. Zo'r. Dilbar, nima olib keldingiz bizga? Nomini bilmayman, chig'anoq rakushka. Wow, chig'anoq. Qaysi davlatdan? Dubaydan. O'zingiz Dubayga borgansiz? O'rtog'im olib kelgan. O'rtog'ingiz sovg'asini bizga bermoqchisiz. Shunaqa qilmoqchi. Nima maqsadda buni bizga bermoqchisiz? Qiziq. Nima uchun aynan mana shu narsani tanladingiz chig'anoqda? O'rtog'im bilan qaytib o'rtoq bo'lmayapman shu uchun. O'rtog'ingiz qiz bola. Qiz bola. Dubayda ishlaydi. Yo'q. Sayohatga borgan. Sizga sovg'a olib keldi, lekin siz buni juda ham g'alati narsa lekin Dilbar. Yo'q, bu zo'r narsa, bu anavi jag'i chiqazadi. Yo'q, narsa mayli, nimaligi tasavvur qilyapsizmi? Dugonasi Dubaydan sotib olgan chig'anoq dengizni yonidan. Sotib olmagan. Sotib olmagandir. iPhone 7 emas-ku. Ko'chadan topib olganmi? Da dengiz tagidan chiqadi. Da, Dengizda tozalanadi. Chetdan chiqmagansizda? Uni eslatadigan hech narsa qolmasligi kerak hayotingizda. Xotiralarchi? Yo'q, faqat mana shu narsa qolmasin. Xotiralarni ham sotmoqchi bo'ldim. Xo'p, sotmoqchisiz. Aha. Bo'ldi. Siz bitta variant sifatida turib turasiz. Hozir biz yana ikkita odamni ko'ramiz. Agar yaxshiroq narsa chiqmasa, mana shu bilan bizga berasiz, biz sotib beramiz qimmatroqqa. Va siz dugonangizni bir umr esdan chiqarasiz va biz bunga harakat qilamiz. Xo'p, yana kimda narsa bor? Iltimos. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz akajon? Nortoy. 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 Juda prikolniy ismi. Qayerdan olib keldingiz bu ismni? Jahongir Fojiyevga aloqangiz yo'q. Yo'q. Zo'r. Nortoy, nima olib keldingiz bizga? Bu yerda kolonka bor. Sumka olib kelgan, bir sumka narsa. Kolonka, qanaqa kolonka u? Ochilmagan ham daji. Bir ochdim, kerak emas ekan. Keyin sochib olib keldim shu yerga. Ochib qo'yib endi bizga olib kelyapsizmi? Iloji yo'q. Nima qilay? Kolonka haqida. Bunaqa shiddatli boshlanadi. Xo'p, Nortoy, yana nimadir bormi? Bor. Bo'lish kerak edi. Ochilgan telefon. Naushnik bor. AirPods. Taqilganmi? Ha, albatta, bu eski tuskuk. Yana nima? Yana qiziq. Yana bir o'ylab qoldim. Uyingizda ham nimalar qolmadi? Makaron bilan yog' bormi? Keyin karta bor. Nech pul kerak Nortoy sizga o'zi? Yo'q, park kartasi, park. Park kartasi. Bitta Dream Park bor, keyin Dream Park. Siz kvartirangizni ko'chirib keldingiz. Nortoy, menga qarang, siz toshga bilan urishib qoldingizmi? Yo'q. Ama men ham maqtab ketaman, Istanbulda metro kartasi bor ekan. Yo'q, qaysidir xonadoshingiz qidirib yurmayaptimi narsalar? Yo'q. Yoningizdagi odam kim? Bu qishloqdosh do'stim. Uni ham olib keldi sotgan. Deyarli shunday, bu ham eski do'st. Nortoy yolg'izmisiz? Qaysi ma'noda? Nimaga? Do'st masalasi. Nimaga ashulash uchun va parkka borish uchun hech kimingiz yo'q? Demak, yolg'izda. Va do'stim bor, do'stini ham endi olib boring do'stingizni parkka. Parkka boraveramiz, buni kattasidan. Xo'p, Nortoy, men tushundim sizga qanchadir summa pul kerak, buni hal qilamiz. Yo, unchalik emas, prosta olib keldim. Kerak emas, sotishim kerak bo'lgan narsalar olib keldim. Zo'r. Nortoy, yana bitta odamdan eshitaylik. Ash bolada nimadir bor-da, karta bor, tushunyapsizmi? Kerak emas-da. Boy aytib qo'ydingiz. Boshqa odamga beraylik, iltimos. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Jahongir. Da. Nima narsangiz bor? Yo'q, mo'mina. Siz ashulangiz bor? Ya. Yo'q, aha. Uzr. Karta bor. Karta. Avtobuslarga, metroga, hamma narsasiga ketaveradi, dajani. Qarang, bizda Dilbarda Dubaydan kelgan chig'anoq bor. Mana bu bola uyini ko'chirib kelgan. Siz kartangiz bilan bu jangga kirmoqchimisiz hozir? Yo'q, mana bu bolada kartasi ham bor-da, tushunyapsizmi? Istanbul kartasi bor. Siz sotish uchun narsa olib kelmadingiz. Olib kelgan narsalarni sotmoqchisiz hozir. Yo'q, sotish uchun. Sotish uchun ko'tarib keldingiz. Da, o'zimda bor boshqa. Mani Davaydi, Dilbarda chig'anog'ini tanladim men. Davaydi, Dilbar. Chig'anog'i rahmatdan bera oling, iltimos. Kim oladi yo? Bu unikal kichkina cho'michaga o'xshayapti. Unikal, wow. Da, unikal. Chunki qarang, hammani uyida ovqat qilgan paytda qozon tagida maminchagina yog' qolib ketadi-da. Har doim. O'sha yog'ni bunday qilib, yo'q, qo'lingiz yoqib ketadi bunday qilsangiz, bunday qilmang.
bunday qilib olib, mana yog' solayotgan bankachaga solib qo'ysangiz bo'ladi. Da. И вот nimalar ichida turadi. Kapkirlar bilan turadi-da bir chekkada. Просто mana shuni olib Ziboga sovg'a qilsak-chi? Ziboni topamiz qayerdandir. Yo, menimcha bu juda ham rostdan zo'r narsa. Do'stingizni mehmonga chaqirasizda, senga ham ovqat qo'yaymi deysiz. Ha, bir cho'mich desa shunda qo'yib berasiz. Da. Parhezaman desa ayniqsa shunda qo'yib berasiz. Yaxshi tejaydi. Kimdir o'ldirishi mumkinmi bu qurol? Da. O'ldirish ham mumkin. O'ldirish mumkin. Mana bu yog'i bilan. O'lib qolasiz hozir. Zibon o'ldirib kelmayapsizmi bilan? Yo'q. Ozgina hidi ham bor-da, mayli. Tanismi? Siz Ziboni hidini qayerdan bilasiz? Qon hidi. Ziboni qon hidini qayerdan bilasiz? O'zimman qonlarni hidini qayerdan bilasiz? Manyak. Javob bering. Killer. Bizda oldingi safar Asilbek bor edi, bilasizlarmi? O'zi yuziga qarab nima uchun yo'q deb o'ylayapsizlar? Bilmadim, nimaga yo'q. Yaxshi, chig'anoq. Chig'anoq, yana nima? Yana buni orqasiga Dubay deb yozib qo'ysa qimmatroq sotiladi lekin. Da. Suvenir sifatida. Yoki orqasiga magnit qo'yib, chista xolodilnikka yopishtirib qo'ysa bo'ladi. Uni xolodilnigi ham yo'qda, Dilbarda. Bechara, korobkada turgan. Beksaki ish so'rab keldim dengda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni ismim Bekzod. 5 yillik tajribam bor. Sizlarda ahil jamoa deb yozilgan ekan, ish so'rab kelgandim. Menga mana shu chig'anoqni sotib bering. Aha. Sizda chig'anoq bormi? Yo'q. Olasizmi? Qarshinglar. Qaranglar, qanaqa zo'r narsa. Ajoyib jamoa, qarsaginglar, ajoyib jamoa. QVZ jamoasi, bu yaqinda QVZga chiqadi bular. Da. Sahna ko'rinishi ajoyib. Chiqib oldiga sahnaga. Chiqib oldigan sahnaga ham, Bunda pichoq shaqlasa bo'ladimi? Qaranglar, pichoq shaqlaysizlar, agar pichoq shaqlanmasa, shuni o'zida ham kesib tashlaverasizlar. Yesishda. Yoki hozir nima ko'p manikur qildirgan qizlar ko'p. Vau, oldin qizlar yo'q edi-ya. Manikur yo'q edi. Вот men har doim o'ylanaman, sizlar pult orqasini qanaqa ochasizlar? Batareykani almashtirish kerak-ku. Da, o'g'il bolalar beparasa tirnog'ini olmaydi. Qizlar qanaqa ochadi? Pepsini qanaqa ochasizlar? Tirnoqsini ketish mumkin manikur, to'g'rimi? Shuncha pul ishlatgansizlar, uni ko'rsatib yurish kerak. Mana bu bilan ochsa bo'ladi. Da, lekin bu uchun sotib olsa arziydi lekin. Buni mamnaq qilsa ham bo'lar ekan. Yoki prям manikur qilib yopishtirib olsanglar bo'ladi. 4 ta barmoqqa. Qarang, ham manikur, ham qoshiq. Kiyim borku, men buni kiprik qilib ishlatsa ham bo'lar ekan. Yo, sal oshirardim-a? Prям juda ham sotgisi kelyapti. Buni kar odamlar soch qilib ishlatsa ham bo'ladi. Men bu yerga yopishtirib qo'yay. Mashina qilib ishlatsanglar bo'ladi. Yoki ko'zga baribir hamma aytayotibdi-yu. Qalay? Anaqa Muonnadan keldim deysizlar. Yo'q, Muonnadan kelgan faqat siz o'xshaysiz. Xo'p, agar xohlasangiz sotaman, sotib bera olaman. Yana mamnaq qilsa bo'ladi buni. Kompyuter o'ynaydiganlar bormi oramizda? Aha, lekin mishka bo'lmaydi bu. Yo'q, mishka bo'lmaydi, aniq, lekin ko'p kompyuter o'ynaydiganlar bormi? Biladi, ishlayotganlar bo'lsa ham kompyuterda mishkani ishlatayotganingizda mana bu yog'ingiz g'alati turadi. Mana shuni tegiga qo'yasizlar. Mamnaq qilib ishlataverasizlar. Ya, undan ko'ra pult orqasini olishaversin. Qiyin-da bu. Ili yog' olsa ham bo'ladi-da. Undan ko'ra yog' olsin. Qaranglar, hozir kim ko'p, ijodkorlar ko'p. Boya aytdingiz, manikurchi qiladigan qizlar ko'p dedingiz. Siz kelishib oling, Otabek. 50-50 da. Biz ko'pchilikdan tashkil topganmiz. Ijodkorlar va manikur Da, 50% odam hozir manikur qiladi, 50% ijodkor. Qolganlar odam emas. Mehnat darsida chig'anoqdan rasm chizish bo'ladi-ku. O'sha payt chig'anoqni yopishtirib chiqasizlar, Kim bizda 4-sinfgacha o'qiydi? Fayzulajon, eshitib tur. Mana yopishtirib chiqasizlar chig'anoqni, bitta joyda chig'anoq qolib ketadi. Yetmay. Undan atrofga qaraysiz, menda Dilbar bergan chig'anoq bor-ku deysiz. Yopishtirib qo'yasiz, yo 5. Aha. Bo'ldi, endi sochishimiz kerak. Buncha anaqadan keyin majbur yoki oyog'inglarni tagiga qo'ysanglar, bo'yinglar sal uzun ko'rinadi. Do'stlar, bizda nima bor? Bizda Dubaydan kelgan bir bechora qiz Dubayda o'ylagan dugonasini men dugonam juda ham menga qadrli deb o'ylagan va sovg'a olgan unga. O'z dugonasi esa bu sovg'ani sotmoqchi. Da. Va buni nimalar qilsalaringiz bo'lar ekan? Buni tirnoq qilib ishlatsa bo'ladi. Yana bitta aytsam bo'ladimi? Aytingchi. Mana dieta qilayotganlar bormi? Qaranglar, bu noqulay qoshiq. Buni olasizlarda, uni ichaman desanglar, atrofidan to'kilib ketadi. Pocha esa kamroq ovqat yeysizlar. Keyin sizni qariyalar uyga tashlab ketishadi. Yo'q, men dieta qilgan odam sifatida bilaman. Dieta qilgan odamning og'zi ovqat ko'rgandan keyin o'sha ovqatga moslashadi. Tipa
Men bu qo'shiqqa moslashadi o'g'lim. Og'zim da. chig'anoqni davomi bo'ladi. Da. Odamlar ajrat. Men mana qilishim mumkin. Og'zim bilan chig'anoqni ulab qo'yib, qozondan qo'yishim mumkin. Tushunasizmi? Deydi shunaqa kuchga ega. Oho, shunaqami? Noqulaylik uchun emas, просто qozonga labing tegmasin deganmiz. Xo'p. Shunaqa xususiyatlari bor, soting endi. Do'stlar, boshlang'ich narx 7000 so'm. Auksionimiz boshlandi. Kimda bundan ko'proq summa bera oladi? Siz aka. 10000. Nimaga olmoqchisiz buni aka? Hazillashdik o'ldirsa bo'ladi. Tak, siz hozir ertaga kuningizda chiqsa, chig'anoq bilan jiyan o'ldirildi. Toshkentda talaba tog'asini chig'anoq bilan o'ldirgan. Ya, men eng qizig'i tog'asiga qanday tushuntiradi? Tog'a men sizga chig'anoq olib keldim debdi. Qayerdan desa Dubaydan. Mana bo'yningizni qitiqlab qo'yaymi? O'ldingiz. Tog'asi aytdi, afsus ket yani endi Sen navbating ham. Xo'p, 7000 so'm bir. Yana kim oshira oladi? 10000. Ha, 10000. 10000, uzr. Bu yoqda odam rishtalari yotibdi. 12000 Jahongir. Nimaga olmoqchisiz? Esdalik bo'lib qoladi Dilbardan. Aha. Eli Zibodan. qaranglar, kimgadir berib tashlab ketsanglar bo'ladi. 15, bolalar, qizlar 15000 deyapti. Qizlar 15000 deyapti. Yo'q, da. Daji qizlar 15000. 20000. O, mana. Oho, azobga berilib ketdi. Kim 20000? Sizni keraksiz do'stingiz bormi? Sovg'a qilib tashlab ketmoqsiz a? Yo, ismingiz Zebomi? Yo'q. Yo, 20000. Zebo manadim o'zi desam. Jahongir? Ha? 23000 so'm. 23000 Hech o'ylaganmidlar mana shunaqa chig'anoq 23000 bo'ladi deb. Da. Xo'p, yana kim? 27000. Nilufar 30000. Bu yoqda Dilbar o'zi syomka qilib turibdilar. Qara chig'anog'ing nima qilyapman. Chig'anog'ingni kurukka qo'ydim deyapti. Chig'anog'ing hammaniki endi. Yo, menimcha Zeba blokda. Ha, usiz bloklagan. Voh. Qarang, endi isbotingiz bo'ladi. Qarang, men Qanday yuragingiz sal boshqacha bo'lyaptimi? O'zingizni juda ham hayotda keraksiz odamdek his qilyapsiz. Yo'q, hozir 23 ming oladi, hammasi normal. 30000. Dilbar qarang, qizlar bloklasa nima qilish kerak? Harakat qilish kerak. Da. Boshqa nomerdan telefon qilish kerak yoki boshqa profil ochasizdan Gul yuborish kerak. Da. Beysda aka biladi bunaqa narsalarni. Mana Da. shokoladli qulupnaylar bor, undan jo'natishingiz kerak. Udalenniy akkaunt qilib boshqadan ochishingiz bo'ladi. Yo, blokdan ochmaydi, просто yeydi maza qilib, bo'ldi. Aha, tushunarli. Yaxshi Yoki fazillar. JTRMN degan akkaunt ochib kuzatib yuring. Oxirigacha. Zeboni. Xo'p, 30000 hozir bizda Nilufar 30000 degan. Kimda yana ko'proq? Jahongir nima bo'lyapti? Tog'angiz bor-ku sizda. Aka, bilet 20000. Yana kim? Agar 30000 O biz sponsor-ku. Pandalarimi? O'tgan safar ma'mi bola 700 mingga nima bo'lib ketgan? Aka, naushnikmi? Nimadir olib. Televizoringiz yotibdi hali ham. Xo'p, 40 ming. Mashti? Aka, ismingiz nima edi? Og'abek 40 ming deyapti. Og'abek bizni shou uchun ishlaydi har hafta. Siz xoningizdagi pustay joylarni to'ldiryapsizmi? Просто qo'shiq kuylagan aksiyada kamroq bo'lish uchun. Xo'p, yana kim? Ismingiz nima? Muslima, bizda yangi sponsor paydo bo'ldi. Og'abek siz bir tinsiz. Bugundan boshlab Muslima biz sponsor. Aha, Og'abek hozir 60 ming 1000 euro bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, da. Davay Og'abek. Ha. Muslima. Voy! Og'abek nima bo'ldi? Kichik eslatma, hozir banklar kredit bermaydi. O'zingizda bor pul. 80 ming bor. 80 ming. Kim yana qo'shsa Abdulazizdan beraveramiz. Yo'qmi? Yo'q, mayli, kimligi bor. Da. Og'abek harakat qiling bo'lmasa. Lekin Og'abek bilan ketgim kelmayapti. Dilbar. Xo'p, Og'abek ko'tarmaysizmi? 90 ming. Voy, Abdulaziz degandan keyin ozgina Da. Ablaziz sotilmaydi, aytib qo'yaman. Biz odam savdosiga umuman qarshimiz. Xo'p, Dilbar qimmatroqqa sotsak o'rtada bo'lgan voqealarni ham aytib berasizmi? misol uchun 100. Da, qanchaga sotsak aytib berasiz. Soting qiziq. Qizlar olsin g'iybatlashasizlar. Rostdan ham hammaga qiziq. Sizga qiziq emasmi aka? Sizga ham qiziq aka. Любой bitta o'g'il bolaga qiziq. Yo'q. Menga umuman qiziq emas nima ko'rishgani. Xo'p, Muslima hozir 100 ming deyapti. So, 100 ming bir chiqdingizmi? Aha, tushunarli. 100 ming bir, 100 ming birover.
Og'abek, to'xtang, men Og'abek bilaman, xarakter. To'xtang. Ko'rdingizmi? Mana bunaqa neuverенный bo'ldi. Og'abek. Ablaz ana bitta video ko'rgansizmi? Og'abek anaqa bolalardan bilasizmi? Misol uchun bitta qiz 100 million deydi-ku, u chiqib 100 million 1000 so'm deydigan bolalardan. Plus 1000 ga ura. Da. Jag'lar yo'q bo'lsa ham mana qarang, chiroyli raqam aytdi. Qanchaga ko'tardingiz? 100 ming dedi. 101 ming degan joyi. Og'abek, hali shu oldinda ham pul yetib qo'ymang. Bundan ham yaxshiroq sovg'alar chiqishi mumkin. 101.700 so'mding mayli metroga men to'layveraman. Menimcha bu bola metroda ketmaydi. Hozir 101.700 so'm qildingiz-a? 110 ming so'm. Serios? Siz shuncha pul ko'pmi? Siz shunaqa maydalashib o'tirasizmi? Voa! Biz hozir mana chig'anog'i egasini yomon o'rgatib qo'yapmiz. Ertaga Dubaydan olib kelib sotadi borku. Biznes sotadi borku. Zibo chig'anoqlari. Ertaga borgan Dilbar Zibo bilan yarashganda biznes plan. Короче, Instagramda akkaunt bor. Dilbar chig'anoqs. Chig'anoqlarda jiddan. Shunaqangi pul qo'shyapsiz, hozir Og'abek o'rnidan turib, meni oling, meni. Men sotaman. 138 ming deydi. Turib, mani ye, mani. Men shunaqa devormasligimga qo'limdagi mikrofon sababchi hozir aka. Xo'p, 140 ming muslima olmoqchi do'stlar. Og'abek bo'ldimi? 140 mingga ko'tardi. Bo'ldimi? 150 ming Og'abek. Bu nima bola bu? 300 ming deydigan martlar bormi? Yo'q. Yo'qmi? Hayman. Sinab ko'rdim-da. Og'abek o'zi nima ish qilasiz? Muslimani dugonasi ham bor ekan, anaqa qiladi. Qarsaklar. Yo'q. Tak, to'xtang. Yo'q. Siz menga yoqmayapsiz. Menimcha aytolmayapti yoqmasligini. Og'abek 200 ming dedi. Muslima puli masjidgacha ekandi. Endi jalski David qilyapti. Hozir keyingi auksionda o'rtaga beraman. Ozgina yo'q deb tursak, onamga beraman, ha beringlar. Hozir keyingi auksionda o'rtalardagi do'stlikni sotmaymizmi? Yo'q. Xo'p, muslima hozir Og'abek 150 ming, 200 ming dedingizmi? 200 ming. Dedi, eshitdim. 200 ming so'm dedi Og'abek. Wow, Jahongir wow deyapti. Xo'p, muslima siz dugonangiz bilan o'rtangizdagi do'stlikda necha pul baholaysiz? Yo'q, manipulyatsiya qilib so'rayman. Bebaho. Bahosi yo'q uni. Bo'ldi, Og'abek sotaylikmi 200 mingga? Nima deysan? Qo'shing, siz ham qo'shing. Do'stliklaringizni qutqarib qoling. Ismingiz nima? Muslimaning yonidagi qiz? Mohinur. Mohinur. Chiroyli ism. Давайте e'lon. Если что, kimgadir pul yetmasa 1700 so'm berib turaman. Shu 1700 so'm tinch qo'ying. Otabek aka, o'zingiz qanday qaytasiz? Metroda qanday ketasiz, do'stim? Kartam olmadikda. Men yubormayman aytib qo'yay. Bugun ertalab bittasi to'lab yubordida, bu budjetdan tashqari xarajat bo'lib qoldi. Men bugalterman, men hisoblab yuraman hamma narsani. Otabekda 1700 so'm bor. Hozir bu qolib ketsa men buzilib ketaman. Otabek tug'ilgan kuningizni qilib yuboring. Bugun gref sizdanmi? Sizdami gref? Mendan. Endi nima yeymiz unga? 4ta qurtdan bermaydi. Do'stlar, hozir bizda 200 ming so'm Og'abek degan muslima, menimcha. Bo'ldi, men sotishimiz kerak Og'abekka. Wow! Men o'ylamagandim. Lekin borku, oxirisidagi maylini olib tashlang, ehson bo'lib qolyapti. 220 ming. Hozir borki Zibo kelsa, mana shu eshikdan. Zo'r gap bo'lyapti muslima. Siz rekka chiqasiz. Bugun yomon 1000 euro bo'lyapsiz lekin borku. 220 ming kerak-ku sizlarga pul. Kamerada maqsadga erishdik, lekin 220 mingga sotyapmiz. Bizdan olish shart emas, opani olsin kameralar. Opa deysizmi? Dilbar to'g'risini ayting, ishonmayapsiz. Sizlarga opa deb bo'lmaydi Fayzul. Uzr. Dilbar sira zakaz qilish kerak Dubaydan, yana 3 ta. Qarang, yaxshi ketyapti. O'zi nima ish qilasiz Dilbar? Chig'an olib kelib sotar endi. Necha puldan olasiz buni? Zebo просто поставщик bo'lgan sizga. Bu aldada bizni do'stimiz deb. Yo'q, bular biznes bu. Tasavvur qiling, Dubayda ham bunchalik chig'anoq qimmat emas-da. 200. Og'abek o'yindan chiqdingiz. Men 220 ming dedi. Og'abek 250 ming. Lekin men bola borku, beradi hamda, rostdan ham borku. Sizga taklifim bor-da. Hozir men 250 ming oladim, men 260 ming oling. Da. Unda ko'taring narxni. Da. Og'abek siz kimga bermoqchisiz? 300 ming. Men nima dedim? Nima dedim? 300 ming Og'abek. Ha, Og'abek.
Men oxirini to'g'risi boshqacha kutdim. Lekin Oxirini boshqacha kutdim. Og'abekda o'zi 300 ming turadi-ku. Yo'q, Muslima hozir anu aytishinglar bilan bog'landida Og'abekning kassasini ko'ringlar. kartasida. Shotini ko'ringlar qancha puli bor ekan? 300 ming. Всё, 310 ming. Og'abek miyasida o'ylayapti, tvisidan kiritib beradimi 300 ming? Og'abek xohlasa 250 ming. Og'abek qancha? 400 ming. Og'abek 401 ming deb avro bo'lsin. To'xtang, nima? hozir Dilbar oxirigacha kutyapti. Oxirida bitta kassa shmili bilan chiqib bularning hammasi hazil edi Dilbarxon. Ha, aytgancha. Bu yoqda 7 ming deganmiz-ku, 400 ming, 500 ming ketib qolyapti-da. Unaqa narsa O'zi yo'q buni lekin. qanchaga sotaman dedingiz? 15 ming? Qaranglar, qaytarib berilmaydi pul. Qancha stipend olasiz? Nima ish qilasiz siz? Zo'r. Qancha dedingiz? 400 ming dedi. Muslima. Og'abek, Muslima qarang, bu yoqda men bola bola ham bor. bu yoqda men bola sevgilisi uchun kurashyapti. Men buni sevgan qiziga siz do'stingiz uchun. 1 million deyotgan mardlar bormi? Og'abek, buni ko'tarib borib qizingizga 500 mingga oldim. Siz nimaga siz siz hech kim aytmayapti? Lekin chiqayapti shungacha. Da. Qancha Muslima? Berdingiz-a? Sahnaga keling. Bizga kameraga aytib berishingiz kerak. Men o'z Da, kстати, men hozir hech narsa ta'sirida emasman. Da, o'zim oldim. Ya'ni biz majburlamadik, o'zingiz oldingiz va biz Dilbarga pulni siz orqali topshiramiz. Biz o'rtada hech narsa olmadik, o'shani kameraga aytib berishingiz kerak. Keling sahnaga, keling. Kim oladi yo? Mana shu chiqanoqni men 500 mingga oldim. O'z xohishingiz bilanmi, O'z Og'abek? xohishim bilan. Bu Og'abekka qarsak chalib qo'yamiz. Zo'r Og'abek. Rahmat. Pulingiz har doimgidek kartadami? Bu hammasi hazil Dilbar. Zo'r. Dilbarning kartasini marhamat olib beramiz. Siz uchun hazil emas, Dilbar siz uchun hazil. Davay, hozir tezlashtiramiz. Dilbar kartangizni qanaqa qilamiz? Yo'q, aytsin, baralla aytsinlar. Baralla aytsin. No, vряд ли kimdir adashib pul tashlab yuboradi, aytavering. Da, mana shu zo'r. Siz Og'abek aytdingiz menga 500 ming pulingiz bor. Kallangizda ishlar ekan. Qarang, undan ko'proq tashlamang, o'zi 500 ming chiqanoq. Da, shunaqa bozor. Kimda yana nimasi bor? Ko'ryapsizlar. Manda dedi, men bu qiz hozir hech narsasi yo'q edi. Tuanimcha bor-ku, opa yonidagi akani bermoqchi. Mana stolni sotaman. Yo'q, o'zi kim oldin kelgan bo'lsa, bizda men bu dastur boshlangani sari shunaqa odamlar paydo bo'ladi. Men buni sotaman. Ana shuni. Da, o'tgan safar bittasi yolg'on ketgan. Bitta odamga ikkita pochka nima kerak deb. Tasavvur qiling, qaysidir Mamad Otabek bu yoqda emas, u yoqda o'tiribdi. Smishli jigarni kesib olasiz. Va orqa qatorda nimadir bor ekan. Agar Bo'ldi, hozir. Men ko'rdim sizni, Ruxshona. To'lov o'tsin, to'lov o'tsin. Chekini ko'ring, rahmat. Og'abekka ishonmayman men. Hazil sizga ishonaman do'stim. Yo'q, men ishonmayman. O'tkazing. Menda yana bitta ma'lumot bilaman. Yana bizda 500 ming so'm pul bor kimda? 400 ming. 500 mingda to'xtadi. 400 ming dedi, bu 500 ming dedi, keyin to'xtadi. 400 mingimiz bor. Nimadir dugonasiga yana qilsak olib beradi lekin. Da, hozir qadriyatli narsa tortamiz yana. Bochka kerak emas. Dilbar sizga esimiz bordimi? Dilbar sizga esimiz bordimi? Ya uni reklama qilamiz aka. U yaxshi ketadi, o'ylamang. 500 ming tushish kerak sizga. Aha. Всё. Серьезно? Qarsak chalib qo'yamiz, zo'r. Wow. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Oddiy chiqanoq 500 mingga ketdi. Demak, sizlardan keyin sotiladigan narsa mana bu uzuk. Xo'p, kimda narsa bor? Mikrofon. Assalomu alaykum. Men ruchkamni sotmoqchiman. Aha, ismingiz nima? Sevara. Nima uchun ruchkangizni sotmoqchisiz? Ruchkamni ekzamenimdan, final ekzamenimdan 98 olganman. Wow. Lekin bu singan. Avstraliyadan olganman keyin. Dugona. Aha, yana qiziq nimalari bor. Sizlar ham может Avstraliyaga borasizlar. Qo'shib keting. Dugonam deng, yigitim deng. No, mayli, yigitim bilan ham break up qilganman, to'g'ri. Break up? Da. Ajralishgan. Da. Shu ruchka sababmi? Yo'q. Birga dars qilganmiz. Aha. Nima uchun ajralishlaringiz yigitingiz bilan? Qanaqa munosabatlaringiz o'xshamadi? O'zi ikki kishiga bitta ruchka buni qatnashini uzoqlashadi. Avstraliyadan kelganmi qatta? Nima uchun sizga u davlatdan keldi, u yerda kimdir tanishingiz bormi? Yo'q, o'zim o'qiyman. O'sha yerda o'qiysiz? Da, imtihonimdan shu ruchka bilan yozib chiqqanman, 98 olganman deyapman. Hozir o'qishdan yiqildingiz? Yo'q, 98 olganman.
Qamayli patirma. Ekzamenda Biza bilmaymiz-ku. Bajarasiga olmay yurdi bor. Biz ham bilmaymiz, to'g'ri so'radingiz. 1000 balldan 98 olganmiz. yo 100 balldan 98 olgan. Ismlari Sevara. Shahlo. Shahlo. Sevara. Ko'zli, Shahlo ko'zli Sevara. Sevara. Savolingiz bormi? Sevara, ruchkasi bor ekan. Ruchkam bor. Sevara. Olganman. Ismingizni bilib so'ramoqchi Siz edim. juda ham zo'r ruchka, menga ruchkangiz yoqdi. Keyingi insonga bera olamizmi? Bitta orqada yana bitta chiroyli qiz bor, latofatli. Birinchi qatordan ham so'rashyapti eslicha. Assalomu alaykum. Kim so'rashyapti? Men gapiray, keyin Aha, Ruxshona, assalomu alaykum. Manda chexollar bor. Ko'rmabman kimligini. Aha, ko'ring. Aha, u qanaqa chexol sizga nima uchun? 14 Pro Maxga и 13 Pro Maxga yangi chexollar olib keldim, uyimdan topib. Dubaydanmi qattiq? Yo, Malikadanmi? Uyimdan topib olib keldim. Yuz Yangi olib lekin. Aha. Da. Qarang, Ruxshona, nimadir qo'shish kerak menga. 3 ta. Ne, qanaqadir qadriyat qo'shish kerak. Tipa Maftuna Shokirova berganding. O'g'il bolanikida. Alloh shukrlar. O'g'il da. Yo, mamlaqa deng. Nima Yigitim deng? qochib ketayotgan payt tutib olaman dedim, chexol qolib ketdi, o'zi qochib ketdi. 3 ta telefonim bo'lganmi shunda? Yo'q, buni Ruxshonani hech qachon yigiti bo'lmagan. Yo'q-ey. Aha, Nimaga? spasibo. Unda qarangchi. Kichkina hali 18 dan bo'ldim. O'shangami? 18 dan katta pravasi bor. Da, kстати. Mashinasi ham bor, sendan farqli o'laroq, Fayzimda. Yigiti bor sandan farqliroq. Chiroyli ham sizda. Zo'r. Ha, mendan chiroyli bo'lishni qiyin emas. 3 ta chexoli bor. Da, 3 ta chexol bor. Nima uchunga bularni olgansiz va hozir sizda unaqa telefonlar yo'q? Ammo uydan topib keldim shouga kelish uchun. Aha, zo'r Ruxshona, hozir siz variantasiz, yana bitta odamni ko'ramiz. Sizga agar bo'lsa qaytamiz. Yana kim bor? Okay. Qizlar, variantga tashab qo'yapsiz. Oldinda bularni ham bir eshitib ko'rdingizmi? Aha, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Ismigul. Yo'q-te. Ismigul? Yo'q. Kuchaga maza qildim. Soya. Yo'q. Siz eshitmaganmisiz? Kuchaga maza qildim men. Kerakdek. Xo'p, Ismigul, nima olib keldingiz? Bu kopelkaga juda ham o'xshab ketadigan. Kim boshlar? Sandiqcha. Aha. Ichida puli ham bor. Tangalari bor. Da. Jek Varabiy shuni qidirgan-ku. Tanga qayerniki? Korzinka, Olma market. Yana qanaqa marketlar? O'zbekistonniki. O'zbekistonniki. Xo'p, Ismigul, bu qanaqa, kim bergan sizga, qanaqa olgansiz bu narsani? Nima uchun yana bu narsani siz sotmoqchisiz bizga? Sandiqcha, onam turli sandiqlar edi. Shouga kelishdi hozir. Aha. Keyin yangi oldilar. Onamni tillarini Yangi oldilarmi? Ha, yangi turli. Bu kerak emas bo'lib qoldi. Keyin meni ko'p tangalarim bor edi. Yo'q bo'lib ketmasin deb shuni. Hozir ko'rpachani nima ustiga olyapsizlar? Vriятно buni ustiga qo'yishgan oldin ham. Anaqa Ismagul. Hazillashdim. Ismagul magazinda sizga tangani dalshi ishlatgani beradi, suvenirga emas. Nimaga qilib qo'ygansiz? Xo'p. Demak bu Siz tangalarga atlashingiz boshqacha. Da, hammasini joyi bor. Yesishda boyagi 1700 so'm tangada. hozir agar yana bitta tanga bersangiz, men menga investorlik qilasizda. Beraman. Keyin podkastlar chiqayotasiz, Otabek men ko'targanman. Xo'p, demak do'stlar, bizda qaranglar. Ismigulda. Ismi juda ham g'alati ekan. Chiroyli. Chiroyli Qo'shiq bor, ey. Ming ismlar ichra. Bo'ldi. Takrorlaymiz. Bu yoqda, yo, ismi juda ham chiroyli. Ikkinchi marta ko'rishim. O'tgan safar ham ozroq suhbatimiz bor edi bu qiz bilan. Men boshlovchi bo'lganimda o'shancha g'alati deyapman. Tanishmiz-ku, to'g'rimi? Xudoga shukr. Zo'r. Bolalarni U o'chirib yoqda boshlabsiz. Sevinch bor. Sevara bor. Juda ham chiroyli ism Sevinch. Sevara ham, uzr, qizlarning ismi bilan ozroq muammolarim bor Sevara. Sevarada ruchka bor, yigiti bilan ajrashgan qiz. Va yigiti qo'lidan ushlab yozishni o'rgatgan. Va bizda Ruxshona bor, Ozod Shukurlar chexollari bor, 2-3 ta. Bizda Danet. Men Jahongirga 5000 beraylik, ketsin. Karta o'zi yo'q Jahongir. Xo'p, tasavvur qiling do'stlar, Otabek sizda shunaqa imkoniyat bor. 3 ta qizdan bittasini tanlab biz olishimiz kerak. Bu yoqda ko'ryapsiz. Sandiqcha olamiz. Hozir. Tangaga uchmang lekin. Bu yoqda Avstraliya ham bor. Qarang, Otabek, siz hozir tanlaysiz, men u qiz bilan gaplashaman, siz keyin o'ylashni boshlaysiz. Nima uchunga bu narsani sotish kerak deb. Hozir o'ylash shart. Yo'q, hozir men tanlashim kerakmi? Qaranglar. Shunaqa imkoniyat bor. Hozir ani ruchkan 98 o'qigansiz-da, to'g'rimi? 98 olgansiz. Ruchkani nima aloqasi yo'q-da? Bu ruchkani deb emas-da. Как будто Sevara yo'qdek g'iybat qilsa, o'ylab berdi, 98. Xizmat deysizmi? Rahmat, sizga ham omad. Ishlaringizga rivoj. Zo'r, sog'lik, salomatlik. Thank you very much for your helping. Yo'lda ketayotganda tit qilib omad. Mashina ichida. Addushi. Hozir ruchkani kimgadir sotib o'rsak, u ham shu ruchkaga ishonadi-da.
o'qimaydi. ishlamaydi, hayotdan kirib ketadi. Ne? Undan ko'ra mana bu sandiqcha chiroyli ekan. Biz sandiqchani tanladikmi? Ha. Ismigulni sandiqchasini tanladik, qarsaklar. Kim oladi, yo? Ablaziz Fayzul Otabek buning ichida normalniy pul ham borga o'xshayapti. Korzinkadan nimadir toqqa kesib Bu ketsak bo'ladi. tan narxidan arzonga ketadi lekin, ey. Men bitta nazar bilan sanab beraymi? Ko'ringchi bu necha kun yassangiz bo'lar ekan. Ya'ni metroda yursangiz bo'lar ekan, do'stim. Bunda уже buzilib ketaman men. O'zi nima ish qilasiz? Ismigul siz hayotda? Hech chiqmayman. Tanga yig'aman. Yo'q, yashab bersam bo'ldi. Shunchalik darajada boysizlar. Yo'q, Siz yo'q. nimadir bo'lmasa bizdan sotib oling. Pulim yo'q. Juda g'alati. Qayerliksiz? Ismigul, menda bitta faraz paydo bo'lyapti. Faraz? Ha. Mana bu qutichada oyizni tillalar turar ekan-ku? Turardi. O'shalarni siz soturmaganmisiz? No, tipo, hozir pulim ko'p yashashga, hammasi joyida degan. Yashab bersam bo'ldi. Ha, yo'q, sev. Oyiz bilan qanchalik yaqinsiz? Ya g'alati savol berdimmi? Yo, oyizni juda ham yaxshi ko'rasizmi? Nimaga narsasini Otabekni chiqaraymi? Kerak emas, hech kimga musorga tashadiganlar, men tashamaganman. Ey, Ivan hozir qarang, narxini tushirdingiz. Yo'q, narxini tushirmadingiz. To'g'ri aytdi. Lekin bor-ku. Musorga tashadiganlar tashamagan, olib qolgan. Chunki onasi bergan. Demak, umrida musor ko'rmagan, to'g'rimi? Yo'q. Narxi tushmadi, normal. da, musor o'pmagan. Bu ani Nima? Shu onasi o'pmagan deydi shunaqa. Musor o'pmagan sandiqcha. Ismigul, ismingizni kim qo'ygan? Dadam. Dadangiz. bu ani multfilmlardagi boy sandiqchasi-ku. Yo'q, bu Jek Varabey qidirgan sandiqcha shu. Mashimi? Da, mana qarang. Fayzulla, boshladilaringmi hozir reklama qilishda? Oxirida mana bu qo'lini kesadi-da, oxirgi tanga bo'ladi, bilasizmi? Qo'lini kesib bunday tashlaydi. Hammasi o'lib ketadi. Tipa bir umrdan beri yashayotgan nimalar, qaroqchilar o'lib ketadi. Vot, o'sha tangalar bular. Karib dengiz qaroqchilari kinosida ishlatilgan. O'simi? Ismigulni onasi nima qilyapti? Hadib turing. Xo'p. Da, Korzinkanikiga o'xshaydi. Lekin Korzinka ham ulardan andaz olgan. Karib dengiz qaroqchilaridan andaz olgan. Da, shunaqa kichkina korobka bo'lgan. Keyin montajda kattalashtirishgan. Sizlar nimadir deglar harakat qilyapman men. Xo'p, bersangiz aytadimi, Ablaziz Matoli? Bu o'zi aslida bitta emas, ikkita produkt. Buning ichida pullar alohida, sandiq o'zini alohida sotsangiz bo'lardi. Sandiq ichiga nima qilsa bo'ladi? Ya'ni xuddi shunaqa tangalar qilsa bo'ladi. Menda bitta taklif bor. Boshqa nimadirga ishlaydimi, yo'qmi bilmayman. Menda bitta taklif bor. Menda taklif bor. Bitta menda aytdi. Menda taklif bor. Hammada shu. Og'abek chig'anoq solib qo'ysangiz bo'ladi. Rostdan chig'anoq solib qo'ysangiz bo'ladi. Yo'q. Eli buni u kishi sotib olsinlar. Og'abekka chig'anog'ing ber deydi. Yoki bo'lmasa bunda chig'anoqda ikkalasi bo'lish bo'ladi. Birdan Og'abek sansiryapti. Yoki bo'lmasam agar uyda singilchalaringlar bo'lsa yoki ukachalaringlar bo'lsa, kichkina bolachalar bo'lsa, sandiq bo'shatasizlarda oqqa bo'yasizlar, unda ko'tarib tez yordam o'ynasanglar bo'ladi. Yo'q, menda boshqa narsa bor edi. Hozirgi hamma sumkalar brendовый, любой brend sumkalar kichkinalashib ketyapti. Oqqa bo'yaydi, men bu yog'iga LV qilib Louis Vuitton deb namna qilib yura. Eli, namna qilib. No, qizlar qanaqa yuradi sumkada? Shunaqa yo'q, o'xshatyapsiz. Da. Men buni nima uchun tashamaganman? Men sovg'a qilganman onamga. Qayerda olgansizmi? Yana nimadir qo'shing? Dadam bilan birga tanlaganman. Dubaydan olib kelib sovg'a qilmagansiz? Yo'q, maktabga deb bergan pullarni yig'ib sovg'a qilganman. Vau, siz shunaqa qizlardanmi? Onangiz oxirida musorga tashlab yubordilar. Onam ko'p podarka oladilar uchun kimdan nima olganlari eslaridan chiqib ketadi. Sandiq uchun Meksikada matadorlar bilan jang qilganman deng. Shunday bo'lgan. Ana. Xo'p, ismigul qanchaga olgansiz? Shunday bo'lgan ekan. Necha pulga olgansiz? Esimda yo'q, kichkina edim. Qanchalik kichkina edingiz? Necha yillik bu? Prosta men bilmoqchiman. Necha yillik bu narsa? Bu juda esir davridan beri bor-da. 15 yo 16. 2015 va 2016. 10 yillik narsa. Hozir buni, anaqa bilan hisoblasak, budillik qo'ysa ham bo'lar ekan. Oldida kimdir turish ham kerak. Sizga o'xshagan bunday. Zo'r budillik. Bitta uyg'onasizlar, mana qilib o'zlaringiz uyg'otasizlar keyin. Hozir buni inflyatsiya bilan hisoblaydigan bo'lsak, ancha katta pul chiqadi bundan. Musiqa asbob sifatida ishlatsa bo'lar ekan, tipa Birorta qo'shiq ham aytingchi. Ismigul. Da, chik bering, biz qo'shiq aytamiz. Boshlang. Всё.
chip vadel kelishar. Chip vadel oshiqar. Ular kulfat bor yerga tez kelar va bu ishda ustadurlar. Chip vadel. Bilasizlar. 10-11 yanvar kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida. Jonli ijro. Qaranglar. Snugul qo'shig'i. To'g'ri, ozgina falsh ketdi, no? Falsh. Buni nimaga ishlatsa bo'ladi? Erkaklar yoki yigitlar qalin puliga bir sandiq pul taklif qilaman deysizlarda. Bir sandiq deysizlarda. Shuni olib bersanglar bo'ladi. Nu, budjetdan, va ichida puli ham bor, ichida puli ham bor. Ha. Yana bitta. Qizlar javoban sizga bir sandiq sarpa. Jatanga bersa ham anaqa bo'lib ketadi, uni bilmadim. Xolislar shuni beringlar. Yoki ko'rpacha berish kerak, bilasizlarmi, uylanayotgan payt. Aytasizlar, men shunaqangi ko'rpacha beraman, sandiqni yopib qoladi. Kechirasiz. Bitta ko'rpacha yetadi. Darsim olcha ham yetadi buni ustini yopishni. Otabek Xudoberdiyev ko'rpachani qizlar olib keladi. Yo'q, qizlarga. Yo'q, bu majburiyat emas, shunaqa. Urf-odat shunaqa. Yoki qarang, muslima. Ne to'rki muslimaga, balki kimnidir muslimadaqa sodiq do'sti bor. Siz muslimaga target qo'shyapsiz. Siz muslimaga target qaratyapsiz. Target. Qarang, muslima yoki muslimaga o'xshash do'sti bor qizlar. Bunda takoy anaqa hissiyotli sovg'a qilsa bo'ladi-da, qanaqa? Ha? Mana berasizlar do'st. Farqi yo'q. Istalgan jins vakiliga. Labay. Siz yaxshi his-tuyg'u his qilasizmi dugonangizga qaragan payti? Ko'nglingiz yayrab ketadimi dugonangiz bilan ko'rishgan payti? Bo'ldi, hissiyot. Bu ham bir hissiyot. Davayda mana shu hissiyot degan so'z olib tashlaylik, mana shu olmoqchi. Muslima hissiyot dedim, hissiyot deganim yo'q. Shungacha olib bormaylik dedim. Davayda muslima ismini olib tashlaylik. Eli mamnun qilsa ham bo'lar ekan. Emosiyali sovg'a qilsa bo'ladi. Davay, men aytaman Otabek ko'rsatib beradi. Mamnun qilsa ham bo'lar ekan. Mamnun qilish. Turing, o'rningizdan turing. Hozir to'xtab turing, aytib qo'ysin. Yo'q, buni ichida hech narsa bo'lmasligi kerak-da. Yo'q, bo'ladi. Yo'q, bo'lmasligi kerak. Yo'q, mana variantni aytib olay. Aha. Berasizda, do'stingiz ochadi. Ichida hech narsa yo'q-ku deydi. Aytasiz, yo'q, ichida mening mehrim bor deysiz. Yo'q, buni mamnun qilish mumkin. Kamay qolmadi, Otabekdan tekshirib oldim-da. Da. Bu bilan merimi qilsanglar bo'ladi, bolalar. Merimi shu yaxshi. Juda ham chiroyli va juda ham noqulay narsa merimi qilish uchun. Kakras. Bunday ochasizlar-da. Kakras ichiga o'zingni tiqib qo'ysang. Bunday qilasizlar-da. Ko'p tanga bor-da ichida. Qiz nima qilaman bularni desa, keyin o'zi asli oldin ovqatlarni ichiga solishgan-ku, hozir tangalarni ichyapti. Kreativ. Yoki to'ydan keyingi hayotimiz uchun desa ham bo'ladi. Shuni siz ayting. Mamnun qilsa bo'ladi, Fayzulla. Sen tangasi bilan berish kerak-da, shu sandiqni ishlatib tugatsang to'y qilamiz deydi-da. Bir kunda tugatib kelaman. Ishlatguncha o'zingni topa oladi. Da, men shunaqa demoqchi edim o'zi. Ana, sizlarga kreativ g'oya. Og'abek uylanganmisiz? Da, pulingiz yo'q-ku. Endi. Endi. Yo'q, hazil. Xo'p, agar xohlasangiz sotib beraman bolalar. Davay. Bering. Da, menimcha sotishni boshlash kerak uje. Xo'p, do'stlar, bizda kamayib qolmadi. Sandiqcha bor, kichik sandiqcha. Bunda nimalar ishlatsa bo'ladi? Buni zakotga olib chiqsalaring bo'ladi. Sandiqchani olib chiqing. Undan qora sandiqcha bo'ladi. Xo'p, bunda Ismigulni sandiqchasi onasi oldin tillalarni saqlagan, demak siz ham onangizga sovg'a qilsangiz bo'ladi yoki Otabek aytganda sevgan qizingizga nimadir kreativ ishlatsangiz bo'ladi. Abdulaziz Fayzullarning fikrlariga qo'shilaman. Boshlang'ich narxi 17 ming so'm. Siz akang boshida qiziq tog'angizga bermoqchisiz? Jiyanlar. Aka prosta jiyanlarga nimadir olib ketmoqchi bo'lgan. Jiyanlarga beribman hali. Sandiq o'ynaylar. Jiyanlarga degan aytaman. Men siz jiyandan tog'aga o'tib qoldingiz-ku. Yo'q, o'zi boshdan tog'asi. Aha. Xo'p, ismingiz nima edi? Umirbek. Qancha? 17 mingdan ko'paytishingiz kerak. 20 ming dedi Umirbek. 20 ming. Ha? 30 ming. Ismingiz nima? Farziyo to'g'ri aytdimi? Farziyo 30 ming dedi. Nimaga bizda qizlar dangal ko'taryapti-da, o'g'il boladan 2 ming qo'shaman, 10 ming qo'shaman. Og'abekchi. Og'abekda siz g'ururini hozir Og'abek bittada 500 ming desa bo'lardi. 10 ming o'tirdi-ku. Endi targetni Og'abekka qaratyapsiz. Xo'p, Farziyo 30 ming dedingiz. 30 ming bizda bor. Aha. 40 ming. Wow, zo'r. Krasavchik, ismingiz nima? Rostdan ismi Jonon. Jonon, tillalaringni solib qo'yasanmi?
Ey, ismi rostdan shunaqa. Nilufar siz adashmasam, ha? Aytdi-yu. Ha, 50 ming. Nilufar 50 ming. Aha, yaxshi. Yana kim? Orqadan qo'l kelyapti bizga. 60 ming Janon. Wow. Bardagi brat. 100 ming. Wow. Wow, maydalash o'tiradi. Ismingiz nima aka? Umid aka 100 ming dedi. Mirshakar Fazlillayev. 112 ming. Mirshakar akam aura qilmoqchi. Da. Sotib yuboraylik. Techirazam hech pul deydi. Brat, o'zi sizmi? Techirazam ikkita qo'lini ko'tardi-yu. Techirazam og'zim band deydi. Yo'q, techirazam qo'shmaymiz, ular alohida guruh. Ha, lekin 112 ming xolos. Xo'p, Mirshakar akadan hozir o, bizni sponsor ishga kirdi-yu. 150 ming. Wow. 150 ming. 150 ming. Bu yog'i Buxoro dueli. Hey, sizlar dugonasi sovg'a qilgan narsani 500 mingga oldinglar. Onaga berilgan narsa. Da. Onaga sovg'a qilsalar 150 mingda biz qolib ketsak, qanday boshimizni ko'tarib yuramiz sahnadan chiqib? Ismigulni onasini oldida. Sizlar, men chiqaman, ketaman, tamom. 150 ming borlar. Ko'tarasizmi yo'qmi? Onalarni yaxshi ko'rganlar 600 ming beradi debdi. Silish propaganda uji bu. Yo'q, ha? Lekin shu o'rinda aytib qo'yishim kerak, ota-onasini yaxshi ko'rganlar deb like bosib qo'ysa. Da. Ota-onasini yaxshi ko'radi. Bitta qarsak cholaylik, ota-onasini yaxshi ko'rganlar. Bizda hozir Abbakir aka 150 ming ko'tardi. Bundan ko'taradiganlar bormi? 150 ming. Siz aka qo'l ko'tardingiz. Ichi tilla bilan qo'l ko'tardingiz-ku aka, makbugi bor aka. Ha? 200 ming. Aldadim. Siz tanishisizmi? 200 ming. Aha. Yo'q. 200 ming. Sразу ismingizni men aka. Momentalni kechib yubordingiz-a, yo'q. Lekinchi aka Ismigulni yonida o'tirib, nima edi? Avro ishlayapti-da. Avro ishlayapti-da, tipa 200 ming. Ha? Yo'q. Mamlakatda ham qaysi mamlakatga bor? Shuni menga o'zingiz aytib qo'ysangiz ham bo'lar. Boshda. Sotaman-da. Xo'p, 200 ming. Ismingiz nima aka? Hojimurod Abbakir aka 200 ming. 200. Ona haqida she'r ketdi. Og'abek o'zingiz krasavchik. Qancha? 300 ming. 300. Og'abek, wow, zo'r. Bu sandiq shunaqangi narsa, Osiyolar ichi tilla bilan to'ladi. Muslima, siz birinchi bahsni yutqizdingiz. Nahotki Og'abekni ikkinchi bahsni yuta olmaysiz? Aynan shunaqasidanmi? Onangizga berasiz. Onamga olib berganman. Hamma onalarga shunaqa. Xo'p, Nilufar nimadir demoqchisiz? Chiroyli bola ekan, qiziga oldi, endi onasiga olmoqchi. Da. Siz yana propaganda ketyapsiz sizga qarang. Yo'q. Siz Og'abekka target yoqdingiz-a? Xo'p. Tak. Og'abek 300 ming dedingiz. Abbakir aka nahotki? O'ldingizmi Abbakir aka? O'lib qoldingizmi Abbakir aka? 300 mingdan ko'p pul chiqib qolgan. 301 ming dedi Abbakir aka. 301 ming dedingiz-a? 301 ming. Xo'p, Og'abek, siz hozir 350 ming dedingiz-ku. Mirshakar aka, jentra sindirgan odamsizda 301 mingdan ko'p pul chiqmaydimi? 350 ming ham deyishdi-da o'sha. 112 ming bersang olaman. Chesti Buxorolik pul ko'tarmaydilar. Inspektorni ham shunday olganda aka. Xo'p, Hojimurod aka 305 ming deysizmi? Xo'p, Hojimurod aka. Yo'q. Qarang. Nima bu? Siz jim bo'ldi. 112 ming beraman, jim turasiz. Yo'q odam. Men buni qimmatroq sota olaman, o'zimga ishonaman. Esingizdan chiqazing. Yo'q. U Mirshakar akani ovozini o'xshatib olayotgan bitta bola edi. Yo'q o'zi orqada. Og'abek, mana shuni olib ketib qolaylik. Nima qilmoqsiz kim? Mirshakar aka qarab, Mirshakar aka sandiq yaxshimi? Qaysi? Instagramda yozib turadi. Sandiqdan xabar olib turibsizmi? Sandiq to'layaptimi deb. Xo'p, 305 ming bizda Abbakir Lekin mijoz xohishlarini ham hurmat qilishimiz kerak-da. Eling. Unaqa show emasmi? Yo'q. Davay. Mirshakar akaganmi? Yo'q. 306 ming bersin, davay. Yoki o'zingiz turizm mingdagi Mirshakar aka soting 112 mingga. Yoki boringda 112 ming mayli Mirshakar aka, lekin men turizmga olmoqchi edim deb yig'lang. Mana shart bilan sotamiz. Abbakir aka turizming dedingiz-a? Turizming 1. Yo'q. Sal ko'tarib yubordim. Aka, oyligimizdan olib qoladi bu odam. Oyligingizdan baland bu odam? Oylingizdan qoladi. Ha, men o'sha kishini oylig olmayman. Xo'p, 305 ming. Deyaptim, Hojimurod aka, siz ko'tarasizmi yo'qmi aka? Prosta so'rayapman. Bo'ldi. 305 ming. Oldingizmi aka? 305 mingga. 305 ming bir. Abbakir aka deganlar bitta qarsak chalsin. Yo. 306 ming. Og'abek? 350 ming. Wow, krasavchik Og'abek. 350 ming. Og'abekni yaxshi ko'radiganlar qarsak chalsin.
350 Oh. 351 lekin yomon aura bo'ldi. 350 1 To'xtang, Og'abek 350 degandan keyin ismi Gulmamdek qarab qo'ydi-yu. Qancha kreditingiz bor? Xo'p, minnat qilmang. Mana qanaqa yaxshi qiz, onasiga qanaqa sovg'a beradi, dadasiga kredit olib narsa olib bergan. Xo'p, 300 Nahotki shuni narsasi 350 ming ketsa. Ko'ryapsizmi do'stlar, odamlar kredit to'layman deb onasini sandiqchasini sotyapti. Tillasi bilan. Bas qilinglar kredit olishni. To'lamoqchi emas. Yo, oxirida Aytibdi, hech ketmasin deb. tasavvur qiling, bu tugagandan keyin bank reklamasi ketadi bizda. lekin Og'abekda kartada-ku. Xo'p, men hal qilib beraman. Qo'rqmang, 350 ming naqd topsam bo'ladi, ablash. Aka siz aka qiz bola. O'lgan joyim 350 ming. 306 ming bergan odamga nima? Ustiga bir 50 ming qo'shilmaysizmi? 356 ming qilib. Aura 351 ming aka. Men bilaman. Siz hamon yo'liga yuraverar ekansiz. Xo'p, 351 ming Hojimurod aka. O'yin menga yoqdi, men ham o'ylay. Tak, siz 352 ming. Ha? Yo, siz odamni noto'rtanladingiz. Mana Abbakir akaga aytsangiz o'xshaydi. Abbakir aka? Ha, sig'adi 100%. Sig'diramiz. Tasavvur qiling. Tangalarni to'kamiz. Tangasi bilan sig'diramiz. Ha, buni chig'anoqni qizingizga sovg'a qilyapsiz. Aura. Va ichida tangalari bilan. Ha, 4 ta qizingiz bormi? 400. Ko'ryapsizlarmi? Abbakir aka o'lib qoldingizmi? 400. Ismiga ozgina nima? Turizm. Ha, hali ham bir sigara kelganmi? Yo, qani muxlisligi qancha ekan? Endi yig'layapti. Hali ham bir sigara kelgansa. Bir oyda qancha kredit yechib oladi? 2 million bera olmaysizmi, Og'abek? Zo'r. Xo'p, do'stlar, bizda Og'abek turizming deyapti. Iltimos, mana shu bolada qolmasin, boshqa kishi olsin, iltimos. Turizm 1 ming, Abbakir aka. Davayt Abbakir akaga sotildi. Turizm 1 mingga. Dotay. Kim ol? Boshqa odam olmaydi. 3 kecha sanaylik qoida bo'yicha. Og'abek. Do'st, Faysal to'xtang. Bitta odam Og'abek mana bo'lib bo'lmasin, lekin Hojimurod aka, kredit olyapsizmi? Limitingizda 2 million yopilar ekanmanmi? Xo'p, turizm 1 mingdan ko'tarmaysiz. Zo'r. Abbakir akaga sotildi, qarsaklar Abbakir aka. Da. Qo'shib qo'yamiz. Naqdmi aka sizda? Nima kartadami? Aniq tashab berasiz? Xo'p, birinchi tashlang, men telefonim kerak uning uchun. bu cho'ta oxirida oylikka o'xshab chiqyapti-da, tashlaymiz. Esimga tushib ketdi. Do'stlar, Fayzlarning oxirgi ish kuni. Abbakir aka sahnaga chiqishingiz kerak va aytishingiz kerak, men o'z da, kстати, men o'z xohishim bilan oldim. Hech kim majburlamadi. Hech kim majburladik-ku. Endi deyiladi kameraga. Ismigul, rozimisiz? Turizm 1 mingga rozi bo'laman-ku. Mingdan ming roziman. Rahmat, chekni ko'ra olamiz. Turizm 1 ming tushishi kerak meni kartamga. Men sizga naqd beraman, ko'rsatuv tugagandan keyin. Bizni ko'rsatuv soat 3 lar tugaydi bugun. Hazillashdim, yo'q, turizm 1 ming beraman, naqd o'zimda bor. Abbakir aka, lekin men bu ichidagi tangalarni ishlatmaysiz keding. Mana tangalarni bankka omonatga qo'ysangiz, yig'ilib qolsa kerak. Tushdi, Beksaga. Siz sanab qo'yganmidingiz? Beksaga sizga tushdi. Abbakir aka chiqing, iltimos. Qani Yusuf Bekzod. Odamda iPhone 17 si bor, jalkamasdi, qanish? Mana aka. Ismim Bakoyev Abbakir. O'z xohishim bilan oldim. Yo'q, to'liqroq aka. Yo. Sandiqchani ushlang aka. Davay. Ko'zlarga qora olib qo'yaylik, mana bunaqasi montajda. Qanchaga oldilar? Ismi Abbakir. Turizm 1 mingga. Men sandiq o'zim xohishim bilan oldim. Hech kim majburlamadi. Hech narsa ta'sirida emasman. Men sandiq olaman deb uyg'ondim bugun. Ismim Abbakir, men sandiqni o'z xohishim bilan oldim. Yo'q, Ablazga qarab qoldingizmi? Turizm 1 mingga. Abbakir, o'z xohishim Menimcha bilan oldim. hammamiz oxirgi ish kunimiz. Zo'r, oshab qo'yamiz. Zo'r, Abbakir aka. Menda qo'rqmanglar, turizm 1 ming puli bor. Ismigulga beraman. Bugun yevich. Ketmoqchi edim. Uji planlaringiz paydo bo'ldimi? Yo'q, menimcha bu qiz Navoiyga ketmoqchi o'sha. Yo'q, akam hozir 9dan kech bo'lsam Turizm bilan borsangiz 9dan keyin. Savollar ko'payadi. Tak, qancha kerak sizga ayting-chi?
Menimcha bu bilan hal qila olmaymiz Bextega. To'xtang, men ham qo'shaymi 2000. To'g'risi ismigul men o'yladim, ne, 401 pulim bo'lsa yaxshiroq joyda dam olaman. Ketavermoqchi. Dubayda, ha? Ha, ichig'ini olib kelib sotaman. Ya bor topdi. 1000 so'mgacha bor ekan. Bizda Otabek bor-ku, sizdan olamiz 1000 so'm. Xo'p, Ismigulga qarsaklar, akasi yoniga ketar ekan, zo'r. Yana biz bitta odamni ko'rsak bo'ladi. Ismingiz? Farziyo. Farziyo. Nima narsa olib keldingiz bizga? Rasm. Rasm. O'zingiz chizmagansiz? O'zim chizgan. Wow. Obering. Bitta ko'rsak bo'ladi. Boshqa variantlar ko'rmaymiz ham menimcha. Da. Bitta ko'rsataylik. Mana bu yoqdan o'shing. Teskari ushlamadingizmi? Yo'q, to'g'ri, mana. Moviy dengiz. Sohilida ati. Yonimda malla soch madmazel. Jazirama bo'ldi. Ikkalamiz tushib turganimiz g'alati bo'lyapti-da. Mana juda chiroyli. Mayli, lekin mana bu orqasi ham o'zi yaxshi ekan. 2021-yil o'yinchi Global Player 2021-yil sog'liq uchun beqiyos. Chunki eski narsalar dedilar-ku, shuning uchun 21-yildagida orqasi. Aha, o'sha yili chizgan. Yo'q, 22-yil chizilgan rasm. O'zi sanasi yozilgan pastda. Prostotaki chizganmisiz yoki qanaqadir tadbir uchun? Uy ishi edi. Uy ishi. Qayerda o'qiysiz? Hozir Yurditskida. Yurditskiy shunchalik qiyinmi? Uje mana shunaqa narsa chizyaptimi? Yo'q, mana bunaqada sudga boradi-da, mana bu rasmni ko'ryapsizmi? Uni men chizganman. Bu yerda qotillik jarayoni aks etgan. Yo'q. Mana shu Moviy dengiz tubiga cho'kib o'ldirgan. Mana shu rasmni ko'ryapsizmi? Desa sudya, ha, desa uni men chizganman. Ishga aloqasi yo'q, просто maqtangim keldi. Lekin bor-ku, kim bilan keldingiz? O'zim. Bruziz. O'zim. Lekin bor-ku, men o'zim olgim kelyapti-da, rostdan. Da, lekin siz qatnashingiz. Siz olishingiz mumkin emas. Bunaqasi qiling-da rasmni. Xohlasangiz mana bunaqa qilamiz. Buni chiqarmaymiz sahnaga. O'zingiz keyin sotib olasiz. Kimdan? Boshqa narsa farz. Uzr. Farziyo. Uzr, ming bor uzr. Farziyodan. Deduksiya qobiliyatim ishga solib shuni bildimki, bu rasmda Mamatiz ko'chirangan bo'lganda. Ramka. Ha, devordan qo'yib olgan kelganda. Gapayt Mamat qolib ketgan. Danyat. Ana o'zingiz chizdingizmi? Ha. Sizga 5 daqiqa vaqt bersak, mana shunaqa qiynab chiza olmaysizmi? Uyda yana boshqa dengizlar bor. Bu 5 daqiqada chizilmagan, to'g'rimi? Daytak, Bekis aka, buni xohlasangiz auksionga qo'ymaymiz, o'zingiz sotib olasiz. 1 soat? 1-2 soat chekkan. 1-2 soat. Do'stlar, menimcha bunga ortiqcha ta'rif kerak emas. Mana uji klientlar bor bizda. Nilufar, ha, ketib qolmadingizmi? Boshlang'ich narx 55 ming. Da. To'xtab turing, men bakani prosta chiqarib yubordim. 100 ming. Jiyanlaringizga olib bering, kerak bo'ladi. Qarang. Tepaga las. Bitta Fayzulla, mana Fayzulla qiz bola bo'lib tur. Lekin zo'r qizga o'xshaysiz Fayzulla. Nima deyishim kerak, ayting. Rolim, ssenariy bormi? Nimaga deysan bo'ldi. Bo'ldi, shu so'zing shu ekan. Nimaga? Nima? Fayzulla to'xtab tur. Ha, Ket mana, birinchi va oxirgi dubl. Fayzullaxon, qara, men o'zimning rasmimni chizdim. Foy. Ha, nimaga edi? Yo'q, ikkinchisi. Men bo'ldi. O'zi bitta so'zingiz bor, adashmang. Fayzullaxon. Voyga nima? Chaqirtmay turing. Improvizatsiya qilyapman. Fayzullaxon, qarang, dengizning rasmini chizdim. Nega? Men u dengizning ichidaman. Nega? Chunki plavka oqib ketib qoldi. Ha, kulgili-ku. Ya, bu juda ham kulgili Otabek aka, bu 5 olishga ham arziydi. Aktyorlik mahoratini achimadingmi? Bu rasmni bunaqa reklama qilmagan bo'lardim, lekin Otabek, siz oling yuzingizni yashirishga. Xo'p, boshlanish narx 55 ming, bizdan Nilufar 100 ming dedi. Hali ham o'sha qarordamiz, mana shu hazildan keyin ham. Ey, baxtli hayot, hazil-huzul bilan yashaysizlar. Shunaqa deb o'lib ketasiz hozir. Xo'p, 100 ming. Aniqmi? Nilufar, pulingiz bormi? 100 ming naqdda? Bu hazildan keyin 150 ming nima sizda? hazilda aloqasi yo'q. Yo'q, qarang. Konsert aytmoqchiman buni. Nilufar, hazilda aloqasi yo'q va Otabek ushlagan joyini yuvib beramiz. Da? 100 ming bor. Nilufar bizda 100 ming so'm deyapti. Kimda qanaqa? 120 ming. Kim aytdi? Abdulla. Abdulla uyga kelmoqchi. Kalti sotamiz lekin. Abdulla bizga foydali, bizga uyda bo'ladi. Xo'p, 150 ming dedi kimda? Sotaylik Abdullaga. Abdulla, sen faqat eski shortiga qarding-ku. Plavkadan keyin olmoqchi. Xo'p, 150 ming. 150 ming.
200. Muslima 200 ming dedingiz a? Oo, Muslima jangga qaytdi-yu. Buni qo'yib yetmaydi. Men bu janglarda qancha kutdim. Qo'ying yetmaydi. hosil qilaymi? Otabek davay yana bitta. Yomon riskda 0 qilishingiz ham mumkin, davay. Yo, iltimos, narxni sal oshira olaylik. O'sha risk bu. Xo'p, 200 ming ana bitta aka qo'l ko'taryapti. 250 ming. 300. Muslima 300 ming. Janon, zandini yomon berayotgansiz. Bum. Xo'p, 300 ming. Abdulla o'lib qoldingizmi? Da, o'lib qoldi aka, yeyishimiz ham kerak uyga borib nimadir. O'zi nechida to'xtadi? 300 mingda hozir Muslima 300 ming deyapti. Va bu ajoyib san'at asari. Sizlarga bitta narsa aytaman, Muslima borki 600 minggacha qo'yib yormaydi mana shu rasmni. Hozir nima dedim Abdulla? Qaranglar, bo'pti. Agar jiddiy To'xtang, Abdulla 302 ming ko'tardi. Muslima nimadir demaysizmi? 302 ming. 350 ming. Vay! Hey. Bir vaqtda ikkita ish yomon qilarkan. 350 ming deb Abdullaga qarab shunaqa insa qotirib berdi. Mamnaqa bo'ldi. Siz 302 ming deng? 302 ming. 350 ming. Abdulla lekin bu gapdan keyin men bir 500 ming derdim borku. Abdulla kafilni tagida уже. Farziya qarang, bu rasmni chizganingizda nimadir qadriyat qo'shaylik, hozir qimmatga ketasiz. Fazilla Otabek jim turinglar. Do'stlar, yigitingiz bormi? Hey, nimaga ozgina umid bor, yo'q deganingizda. Yo'q. Xohlaysizmi umidlarimni qo'shib sotaman? Otabek, siz o'zingizni shaxsiy anaqangizga ishlamang, profilingizga. Yo, bu haqida gapiray. Menimcha bu haqida hazildan keyin bu gap kerak emas. Yo, ozgina ziyoliroq narsa qo'shaman. Rolini berib uylarga osib qo'yasizlar-da buni. Keyin kimdir bundoq rasmga qarab, shu ham rasmmi desamda, qaraysizlar-da, ko'ziga chuqur qarab turib, hayotda hech dengizni ko'rganmisan deysizlar. Yo'q desa, bo'lmasa jim o'tir deb ketasizlar. Nilufar, bu ushlagan joyini ham yuvib beramiz. Xo'p do'stlar, hozir bizda 350 ming 600 so'm degan bola bor. Abdulla 600 so'm ham qo'shasanmi ular? 400 ming. Muslima. Sizga qanaqa? 400 ming. Yo'q, ha? Lekin 400 mingga sotmaysiz. Abdulla, qaysi birisiz? Do'stlar, qaranglar, men olsam bo'ladimi? Muslima, unaqa qilmang, oilaviy byudjetni ham o'ylang. Bu to'g'risini aytay. Ha. Pulim yo'q uncha. Yo, to'g'risi, lekin har bitta odamni olgisi keladi. 400 ming 500 so'm. Erkakmisiz, Abdulla? 450 ming deysiz-ku? Qarz berib turang 1700. Otabek hali u joyga kelmadik. Menda bormi? Siz 1700 so'mga Nilufar narsasini olsangiz bo'ladi ana. Qani shu 1700 so'm chiqasingchi? Balki bizni aldab yurgandirsiz. 1000 so'mni qayerdan topar ekan? Ba'zi 2000 ekan-ku bu. 300 so'm o'zingga. Lekin ularga qiziq. Hozir mana shu pulni ichida 1700 so'm bor edi-da. Da. Lekin yomon, lekin Abdulla, bemalol 2000 qo'shing, bemalol. Minus 1000 euro. Xonadoshingiz nomidan gref. Do'stlar, hozir bizda 400 ming 600 so'm degan narx bor. Qo'shmaysizmi 2000? O'zini puli bilan. Yomon inson qaltirar ekan, men ham hozir qaradim. 450 ming debdi. 450 Ya mana, men o'shataman buni. 450 ming. Mana, siz 450 ming. Siz Abdullasizda 450 ming. Hozir tasavvur qiling, Muslima 800 ming degan Abdullani tepib yotibdi. 800 ming dedim senga. Lekin Abdulla. Yo, 500 ming dedi, Abdulla qarab borib keldi. Abdulla rasmni yoniga qo'yib ketsa to'xta deydi, uying kaltini tashlab ket. So, Muslima. Abdulla. Nima gap o'zi? Qancha dedingiz Muslima? 450. 500 ming. Ha, siz dushmaningiz. Siz yo'q joyda. Bu safar Muslima unaqa bo'lmadi. Muslima oldin Abdullaga anaqa qilayotganda Og'abekdan ozroq qo'rqadi-ku, sal qo'rqdi. 500 ming. 550 ming. Vay. Qon to'kiladimi deyman? To'xtanglar, Mohunur ham hayron qilib, "San shuncha puling bormidi?" Ey, restoranga borsak bo'lardi-ku. Qara ular kirib 550 ming. Og'abek. Mana bunaqa bo'layapti. 550 ming dedi-ku, Mohunurga qarab berib turasanmi desa, Mohunur yo'q.
Kerak emas. Abdulla lekin to'xtang, borku endi boya eshiting. farziya turizmga yo'q deydilar. Yo'q degandingiz. Farziyo. Farziyo. 1000 bor uzr. 1000 bor uzr. 550 ming bo'ldi. Xo'p, bundan nimaga Xo'p, so'rayapsiz? nima hozir qishqironalik hissini tuydirmoqchimisiz? Nima qilmoqchisiz? Da, sizlarga katta rahmat, tipi. Yo'q. Sizlarga bitta gap aytaman, rasmda orqa tarafi ham bor, ko'ringlar lekin. Tanganing ikkinchi taraf bo'lganida qishki va yozgi. Bunaqasi qiling. Yo, pastga qarating. hozir yirtaslarda bor-ku. Dunyo miqyosidagi o'yinchi. O'qib berdim. Global A player. global player. Voy, break up qilgansiz. Nima degani? Break up. Dunyo miqyosidagi o'yinchi degani. Yozib ham qo'yibdi-yu. Aytgancha. Yo, eng qizig'i bor-ku, anaqa qizga break up qilgan deb ana chaqirdi, qiz qaramadi ham Otabekka. Xo'p, Og'abek qancha dedingiz? O'zing break up Do'stlar, qilgan. to'xtanglar. Eshitinglar, mana bitta Og'abek pul ko'taryapti-da. Qancha? Ey. Ничего себе. 750 ming. Ha? Deng, Siz nimaga? deng. Abdulla, lekin aura bo'ladi 750 ming Men siz. bitta narsani aytaman, Og'abek yaxshi ish qilmayapsiz. Muslima dugonasiga olib bermoqchi. Abdulla 752 ming deng. Lekin borku, qarang sizga bitta taktika o'rgataman. Hozir mana shuni bizdan 750 ming olasizda, просто borasizda muslimaga sovg'a qilasiz. Anu Yo'q, просто do'st sifatida. Nima unashtirilganmi? nima deganingiz bu? Qo'lingizda ishlarsa barmog'ini ko'rsatyapti. Qarang, men bilan yuz olib oling. Xo'p, bizda 750 ming bor do'stlar, nima qilamiz? 750 ming. Rahmat, oyligingizni chiqarib yuboramizmi deyman. Ne, menimcha orqadagi akalarga ham ko'rsatmaymizmi? To'xtanglar, lekin borku, Nozim aka ham Da, shaydosi. Nozim aka san'at shaydosisiz. Vot Andijondan kelgan qizcha o'zini qo'li bilan chizgan. Emas, 750 ming puli bor uni. Farziyo degan san'atkorimiz, rassomimiz chizganlar. O'z ko'rsating o'zingiz ko'rib turibsiz. 750 ming yomon hayajonlantirarkan. Nozim aka to'lqinlar borib akviduklarga taqaladi. Da. Вот shunaqa demoqchi edim. Xuddi shunaqa demoqchi edim. Nozim aka, siz Italiyaning ko'rib kelgan ziyoli inson sifatida techirazam olib o'tiribsiz. Buni narx qo'shing birorta. Va bu dengizni bir qismi Kolizey tarafda. Yo, просто men bola Prosta aytdim. kelgandan beri narsa olyapti. Birorta narx ko'tarib yuboring, men ko'taraman sal jinroq. Все. Yaxshi. Lekin borku, lekin borku. Aka juda ham nafis past ketar ekan-a. Lekin borku. Kulgilik to'g'riga 150 ming qo'yadigan odamdan 750 ming chiqmaydi-da. Da, nimaga so'radik biz? Aka ikkita songa aniq qo'yadi. Azam aka, podkastga reklama chiqmayapti. Xo'p, 750 ming. Mana shu bolaga sotmaylik, iltimos. Birorta boshqa odam toping. Bakir aka. Hadeb Og'abekka sotaversak, uyushtirilganda qilib qo'yadi. Mana bu qayeryapsiz-da? Yo, Og'abek olaveradi jinni. Hazil, Og'abek juda ham zo'r bolasiz. Men sizni juda ham hurmat qilaman. Qarang. Davay 700 ming degan joyini kesib tashlaymiz-da, 550 mingni muslimada qoldiramiz. Kim? Qancha deyapti? Yo, baribir Siz yomon pul yuvish yaxshi bilar ekansiz. Bitta narsa, meni to'g'risini aytaman, meni vijdonim qiynaladi-da. Sotayotgan odamda vijdon bo'lmasligi kerak. No, muslimaga bersa. Meni ham vijdonim qiynalyapti, lekin Og'abek olmoqchimisiz, oling. Qaddingiz o'ring. 1 million dedingizmi? Tamom, 1 million. Og'abek nima? Hozir nima qiladi? Olib borib nima qilasiz Og'abek? Televizor yoniga tashlab ketasiz-ku, bari. Nima kerak u narsa? Ne, buni olib ketish kerak. Buni tashlab ketayotgan to'g'risini aytaman, buni tashlab ketayotgan bo'lsangiz, biz sizga bermaymiz. Muslima. Maylimi? Eshikdan bitta. Egasidan bitta so'raylik. Yo'q. Nima deysiz hozir? U nimadir deydi. Muslima, 800 ming deng. Ijodkor o'zini san'atini Men 300 ming beraman. To'g'rimi? Men 300 ming beraman. 800 ming sizga sovg'a qo'yasiz. Просто men bola olgisi kelmayapti. Mana shu kelmoqchisiz. Yo'q, olib ketishingiz kerak. Uzugi bor, tushunyapsizmi? Uzugi yo'q. Uzugi yo'q. Просто barmog'i bor, barmog'ini ko'rsatib Uzugi bor, nima qilaylik? Bu barmog'ini ko'rsatib boydan beri, uzugim bor. Xo'p, do'stlar, bo'lmasa 750 mingga sotamiz yoki kimdir Davay tak, Og'abekni o'yindan chiqaramiz-da. Da. Og'abek o'yindan chiqaramiz. Nimaga просто pul bor odam o'yindan chiqarib yuboryapti? Yo'q, mana qaranglar, mana Farziyo kimga sotgisi keladi? O'zingiz ayting. Ikkalasini ham taniyman, bilmayman. Mana uni yuziga Vrat li bu muzeyga boradi-da, bunday qarab o'tiradi. Qo'lini mamlaq. Da, yo'q, Og'abek sizni yomon boradi demoqchi emasman. Endi agar yo qarang,
Bu rasmni olsa Muslimev keyin muzeyga borib unaqa qaramaydi. Har bitta san'at asariga boradida Muslimev. Uyimda bundan zo'ri bor. uyda bo'lsa Xo'p. Da Yana xotirdingiz. Hozirga qadar. qo'li ozgina mana bunaqa bo'ldi, ko'rdinglarmi? Ana uni kutdim men. Nima deydi? Da. Xo'p, juda ham manda bo'ldi, boshqa variantimiz yo'q. Og'abek 750 ming dedi. Qonun qoida bo'yicha Og'abekka sotishimiz kerak. Qarsaklar Og'abekka Keling Og'abek. keling. Shu rasmni o'z xohishim bilan hech kimni tazyiqsiz oldim. Maniki endi bu rasmning hammaga qarab. Shu rasmni hech kimni tazyiqsiz o'zim oldim. Eshitdingmi Muslima deng. Yo shart emas xohlamasangiz, prosta. Ya uzr. Xo'p, bo'ldi, qarsaklar Og'abekka zo'r. Mana Muslimaga borib pul o'tkazib beramiz. Muslimaga nimaga o'tkazadi? Farziyoga. Bo'ldi, o'ting, pastga tushiring. Hozir tashlaydi aka, qo'rqmang. Karta bersangiz, telefonni berib keting, kartani yozib qaytarib beraman. Abdulla sadashib qoldim senda. Abdulla 306 mingdami? Qotuvdimi? Siz kecha qarz so'rasam yo'q dedingiz-ku, 300 ming pul qayerdan paydo bo'ldi? Ha. Unaqa. Farziyo, iltimos kartangizni yozib bersangiz. Biz bugun nimalarni sotdik do'stlar? Bugun biz bitta san'at asari sotdik va Dilbarni Dubaydan kelgan chig'anog'ini sotib berdik. Va Ismigul akasining yoniga ketib qoldi, endi balki akasimi ham bilmaymiz. 400 mingga uni ham sandig'ini sotib berdik. 400 mingga sandig'ini sotib berdik. Va Og'abekdan jami 1 million 150 ming so'm pul ketdi. Afsus. 1 million 650 ming so'mlik savdo qilamiz bugun. Da. Bu kishni yo'qolib ketmaymizmi? Hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Hammasi qonuniy ketyapti hozir do'stlar. Og'abek kulib o'tiring ozgina. Tushdimi Farziyo? Aniq tushdi, chek borda. Qarsaklar Og'abekka zo'r. Barchaga rahmat. Kelganlaringizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shouimiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz. YouTube'da chiqadi. Iltimos like, komment qoldiringlar va kelinglar bizni showimizga. Mana shu yerda bo'ladi. Har oyda bir marotaba chiptalarni sahna Sindabodda olsangiz bo'ladi. Bolalar, agar sizlar ham xayrlashmoqchi bo'lsangiz, bemalol. Da, boya boshda aytganimda qani showni ko'raylikchi deb endi ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, endi obuna bo'ling, like bosing, komment qoldiring va biz bilan birga bo'ling doim. Surda perevod qildim. So, sizda u narsa? Bo'lmasa majburlash. Barchaga rahmat. Sizlar ko'p turganimizdan juda ham xursandmiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Come on, Leo. Come on, Leo. Come on, Leo.